Siz 7 oyda 160 ming dollar ishlab topishni xohlaysizmi? Agar shuni siz xohlasangiz, men sizga o'rgataman. Mana shu video roligimizni oxirigacha ko'ring. Buning uchun nima qilamiz va mana 7 oyda 160 ming dollar topish. Bir soatda 50 dollar. Uzog'i bir kunda 1 soatda 50 dollar topishni xohlaysizmi? O'rgataman. Buning uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Yorqin Uz kanaliga like bosib, podpiska bo'ling, obuna bo'ling. Yangi video roliklarimizdan bexabar qolmang. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun biz boshida 1 soatda qanday qilib 100 dollar topamiz? Ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tish bepul. Demak, ro'yxatdan o'tdingiz, joyiga joylashdingiz. Telefoningizga mana shu sayt o'rnatib berildi. Login parol bilan siz uni boshqarasiz o'zingiz. Demak, ikkita shaxsiy taklif olib kelasiz. Ro'yxatdan o'tdingiz, joyingizni aktiv qildingiz. Joyni aktiv qilish uchun bor yo'g'i 25 dollar, 25 USDT moliyaviy ko'mak berasiz. Va 340 ming so'm bo'lyapti bu hozirda va siz mana shu yerda 100 dollar daromadga chiqasiz. Ikkita shaxsiy olib kelganingizdan keyin. Ikkita shaxsiyingiz ham ikkitadan olib kelganda, ana shu ikkita shaxsiyingizni ikkitadanidan siz 25 dan to'g'ridan to'g'ri plastik kartangizga pul tushadi. Demak, bu yerda siz 100 dollar ishlab topyapsiz. 100 dollarda 50 dollari cho'ntagingizga qolyapti. Buni 1 soatda bajarishingiz mumkin. Uzog'i 1 soatda bajarishingiz mumkin. Demak, siz 50 dollarni cho'ntagingizga soldingiz. Qolgan 50 dollari bilan yana ham katta daromadlarga chiqish imkoniyati bor. Demak, siz hech narsa yo'qotmayapsiz. 50 dollar cho'ntagingizga tushdi. Kiritgan sarmoyangiz 2 barobar qaytdi. 50 dollarda keyingi doskaga moliyaviy ko'mak berib navbatga turasizda 400 dollarga ega bo'lasiz. 400 dollarni 300 ni yana cho'ntagiga solasiz. Yana 100 bilan yana davom etamiz 100 dollar bilan. Keyingi doskada siz 800 dollar 100 berib 800 dollar olyapsiz. Ana qayerdan kelyapti pullar? Endi keyingi doskada esa, keyingi doskamizda 3200, undan keyingisida 12800 dollar daromad olyapsiz. Tasavvur qiling, 12800 qancha pul bo'lyapti hozirgi O'zbekiston sharoitida. Ana keyingi doskalarimizda 40 ming dollar va oxirgi 7-doskada siz 160 ming dollarga ega bo'lasiz. Buni 7 oyda ishlab topishingiz mumkin. 7 oyda. Mana men shu ishni boshladim. O'sha 100 dollarni topib, 50 dollarimni cho'ntagimga solib, keyingi 400 likni oldim endi. Mana shu yerda. Endi siz ham mana shuni bajaring. Mana shu pullarga ega bo'ling. Marhamat. Mana shu narsaga, shu pullarga ega bo'lishingizga balki men sababchi bo'lardirman sizga. Sizning moliyaviy daromadga chiqishingizga. Bu yerdan hech qanaqa cho'chish hojati yo'q. Qo'rqmasdan ro'yxatdan o'tib o'rganing. Bu bitta sizga qo'shimcha daromad. Internet rivojlanib kelyapti, do'stlar. Internet rivojlanib kelyapti. Mana bu yerda O'zbekistonga kirib keldi o'zi mana shu prezidentimiz tomonidan bunga bemalol ruxsat berildi. Hammasi mumkin. Hamma narsa mumkin. Faqatgina soliq o'zidan ro'yxatdan o'tib, o'sha solig'ini to'lab qo'yib, bemalol ishlab daromad qilishingiz mumkin bu sohada ham. Bu sizga qo'shimcha daromad bo'lyapti. Bu yerda ko'ryapsizmi? Bor yo'g'i 25 USDT 25 dollar bilan ish boshlayapsiz.
340 ming so'm atigi. Bu 340 ming so'm ikkita og'ayni bilan o'tirib bir kunda obed qilsangiz shundoq ham ketyapti. Bir sinab ko'ring o'zingizda. Tokagacha mana bunday qiyinchilikda yashab, mana bu ketmon chopib yoki qanaqadir qurilishlar Rossiyalarda ishlab yurgandan uyda o'tirib mana shu pullarni topsangiz bo'ladi. Keyin keragi yo'q Rossiyaga borib, boshqa joyga borib ishlab kelishdi. Uyda o'tirib bemalol qo'shimcha daromad qilasizda, keyinchalik mana shu soha sizni asosiy ishingizga o'tib keladi. Bir o'ylab ko'ring do'stlar. Judayam hozir vaqt keldi. Endi hayotimizni o'zgartirishimiz kerak do'stlar. Buni qilib Rossiyaga borib oila a'zolarimizdan uzoqda nima qilib yurib ishlagandan ko'ra uyda o'tirib oila a'zolaringiz bilan uyda o'tirib 3-4 soat vaqt ajratib shu sohaga bemalol mana shu daromadlarni olsangiz bo'ladi. Biror joyda ishlaysizmi, biror joyda o'qiysizmi, buni farqi yo'q. Bu ishdan tashqari, o'qishdan tashqari qo'shimcha daromad. Masofani ham farqi yo'q. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, dunyoning narigi chekkasidami, Rossiyadami, O'zbekistondami, faqat sizda smartfon, telefon va megabayt internet bo'lsa bo'ldi. Demak, do'stlar, nima qilamiz? Yorqinus kanaliga obuna bo'lamiz, like bosamiz, xohlasangiz kommentariy yozing, pastdagi raqamlarga murojaat qiling, biz bilan bog'laning. Biz sizga hammasini boshidan oxirigacha o'rgatamiz va sizni moliyaviy erkinlikka chiqaramiz albatta. Kimda xohish bo'lsa, marhamat, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, mana shu bugungi videorolikimiz shu bilan yakunlaymiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.